Ösüş hikayesi. Avtori Ruth Krauss. Bir oğul bala, bir küçük ve bir munç çocular bulup, hemmisi texi bäkli kichik ekan. Yaz kelay dep qapdı, daraxtlar bix sürüpdü, yerdagi o't çöpler ösüşke, qotanning atrofidagi gullar ösüşke başlapdı. Kichik bala apsiga, "Hamma narsalar cho'ng bo'lib yetibdi, o't çöpler ösüp yetibdi, gullar mı ösüp yetibdi, daraxtlar mı köklab ösüp yetibdi" depdi. O apsidan, "Apa, undaqda çocular mı cho'ng bo'lamdi?" deb so'rabdi. "Albatta cho'ng bo'ladi" deb javob beribdi apsi. Bala yana apsidan so'rabdi. Əmisi küçükçü? Əlbəttə. Əmisi mən mi çoğ bulamdım? Sən mi əlbəttə çoğ bulasan? Deb cavab veribdi apsi. Günlər uzurab, tünlər qısqırashqa başlapdı. O't çöplər və güllər texmi tez ösüpdü. Daraxtdagi yopurmaqlar texmi yoğunapdı. Kichik oğul küçüki və çocularga qarab, "Biz mi çoğ bulubatdimiz?" debdi. Hava barğansır ısışqa başlapdı. Kichik oğul apsi bilan etizg'i qo'noq urug'larini teribdi. Apsi tərini sürtgach, "Əmdi sening qilin kiyimlaringni jig'ishtirib o'tayli, yoz to'kanda andin kiygin" debdi. Ular balaning qilin ishton chaponlarini qatlab bir yeshikka qachilabdi. Bal o'rindiqqa dastlab chiqib, yeshikni egiz taxtaning ustiga ilib etibdi. Ular tergan qo'noqlar önüp chiqibdi. Bog'dagi meyvelik daraxtlar chechaklabdi. Cho'jilar va kuchukmi bo'y tortibdi. Bola ularga, "Sizlar hammanglar egizlabsizlar" debdi va opsiga, "Cho'jilarim, kuchukim hammasi o'sibdi. Ammo men o'sganimni faqat his qila olmayapman. Sizning uchun menmi o'syapmanmi, opa?" deb so'rabdi. "Albatta, shundaq. Sen o'sib cho'ng bo'layotsan, o'g'lim" deb javob beribdi opsi. Bağdaki meyvelik daraxtda uşaq neşbitler paydo bo'libdi. Qo'noqlardimi kichik yupurmaqlar yetilibdi. O't çöplermi tez-tezdan o'sibdi. Balaning kuchki va cho'jilarimi barg'ansir egizlabdi. Bala aynakka qarab turib opsiga, "Opa, cho'jilarimning bo'ylari o'sib, tizimdan eshibdi. Kuchukimmi egizlab, bo'yi mening belimdan eshibdi. Lekin mening bo'yim hech bir o'sgandek qilmaydi-ku. Siz rostla meni o'syotdi deb qaramsiz?" "Albatta, sen mi o'syapsan?" debdi apsi javoban. Leyli gullar, atri gullar echilibdi. Qo'noqlar mı o'sib, odam bo'yi kepdi. Nashbitlar mi pishay deb qapdi. Balaning kuchki va cho'jilar mi o'sibdi. Bir kuni bala uyining yonidagi chimliqda yolg'iz o'ltirib, o't çöplarga, gullarga, daraxtlarga va qo'noqlarga qarabdi. Ondan o'z-o'ziga, "Hamma narsa o'sib yetibdi. Men ulardagi o'zgarishlarni ko'rib turibman. Acaba menmi cho'ng bo'layotamdiganmanmi?" debdi. Yazma oxirlashay deb qapdi. Pishqan nashbitlar yerga tushibdi. Kunlar qisqirab, tunlar uzrashga boshlabdi. Endi o't çöplar uncha tez o'smabdi. Daraxt yopurmaqlari qizil, seriq ham qo'ng'ir ranglarga o'zgaribdi. Yoz oxirlashib, qo'noqlarmi pishib yig'ilinibdi. Uyning atrofida echilgan gullarmi qolmabdi. Cho'jilar cho'ng bo'lib to'xo bo'pti. Ularning bo'yi balaning biligiga yetay debdi. Küçük o'sib, cho'ng bir ish bo'pti. Ishning bo'yi balaning beshiga taqshay debdi. Bala ish va to'xolarga qarab, "Sizlar hammanglar cho'ng bo'ldinglar. Faqat men cho'ng bo'lmay kichik turyapman" debdi. Havo barg'ansir sovib ketibdi. Apsi balaga, "Biz endi sening jo'ngli qilin kiyimlaringni qaytadan chiqarayli. Sen kiyib olgin" debdi. Bala yana o'rindiqqa dastlab chiqib, heliga egiz taxtaning ustidagi yeshikni opdi va apsi bilan birga qishliq ishton chapini chiqaribdi. Bala qishliq ishtini kiyib aynakka qarabdi-da, "Ishtinim bekli kichik ham qisqa kelib qopti" deb to'labdi. U yana qishliq chapini kiyib aynakka qarab, "Chapinimmi bekli tor ham yanglari qisqa kelib qopti" debdi. Bala ho'yliga yugurib chiqibdi-da, xo'shalliqida shapkasini osmonga etibdi. Ishti va to'xolarga qarab, "Hey, mening ishton chapinim menga kichik kelib qopti" deb varqirabdi. "Menmi o'sibdiman?"